javob qaytarishim shartmi? Mayli, o'zingni qiynama. Lekin aytchi, seni qaysi xislatim bilan hayratga solganimni bilgim kelyapti. Mayli, aytaman. Mengachi birinchi uchrashuvda mashinani eshigini ochib berganingiz o'sha menga yoqqan. Bo'ldi. Shumi? Shuning uchun to'yga rozi bo'ldim. Mayli-ku-ya. Lekin nega unda eshikni ochganimda unday qilmang, hijolat qilyapsiz deb qarshilik qilasan? Sizga bir sirni aytaymi? Ha. Aslida-chi, qiz bolani yo'q degani ha degani. Shunaqami? Ha-da. Qaratilmagan bu zarbasidan shu qadar hayratdamanki, xuddi pokoni yo'q dengizning o'rtasida cho'kayotgan qayiqda yolg'iz qolib ketgandekman. Bu ahvolda qirg'oqqa chigitolmasligim aniq. Lekin u yerda meni ota-onam, oilam va jondan suygan suyukli yorim umid bilan qarab turishibdi. Qayiq yorug'idan sizib kirayotgan suvning tovushi esa mening umrimning so'nggi daqiqalarini isrof qilayotgandek go'yo. Jon jahdim bilan ular tomon suzgan